Zanjirli sepli gusunitsa apparat oqtarib yurgan akalarimiz e'tibor berasizlar. Sepli gusunitsa motobloklarimizni yangi partiyalari yetib keldi. Xohlaganlar uchun Solarishning xohlaganlarga benzinli modellargacha olib kelib qo'yganmiz. Hozir sizlarga bu zanjirli motobloklarni to'liq ma'lumoti hamda narx-navozgacha tanishtiraman. Undan oldin e'tibor bering. Hozir do'konimizda katta aksiya ketmoqda. Bu aksiya davomida hamma joylarda 2 milliondan 3 million so'mgacha sotilayotgan mana shu 5 ot kuchli motoblokni tekinga sizga berib yuboramiz. E'tibor bering. Boshqa do'konga borib mana shu motoblokchani 2 milliondan 3 milliongacha sotib olmangda, bizni do'konga keling. Biz sizga shu motoblokchani tekinga olib ketishingiz mumkin bo'ladi. E'tibor bering, hamma joylarda 2 million so'mdan 3 million so'mgacha sotilayotgan texnikani tekinga olib ketib qolishingiz mumkin. Ukam, qandoq qilib bu motoblokchani tekinga olib ketsam bo'ladi degan akalar, hoziroq mana shu videoga bitta dona like tugmasini bosib, kommentga kirib, hoziroq omad deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, bizni do'konimizga kelganingizda mana shu 2 milliondan 3 million so'mgacha sotiladigan aynan shu texnikani tekinga olib ketib qolishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina shu videoga bitta like bosib, kommentga omad deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz bo'ldi. Videoni oxirigacha to'liq ko'ring. Videoni oxirida to'liq ma'lumotini beraman. Shu apparatni shunda olib, xohlang uyingizga olib borib ishlating, xohlang shunda olib chiqib turib sotib olsangiz ham 2 million so'm pulli bo'lib qolasiz. Xo'p, birinchi bo'lib oldin shu motogusunitsalarimizni to'liq ma'lumoti, narx-navosini tanishtiraman. Yangi partiyada kelgan gusunitsalarimiz xohlaganlarga benzinlik, xohlaganlarga Solarishning, xohlaganlarga 9, xohlaganlarga 7 ot kuchli hamma variantida olib kelganmiz. Undan tashqari agregatlari ham to'liq holatda. Xohlasangiz selka, xohlasangiz puluk, agat, mola, chizillarigacha komplekt holatda olib kelganmiz. Olib kelib qo'yganmiz akalar. Bo'lmasa birinchi bo'lib gusunitsa apparatimizni bitta ishlash jarayonini ko'raylik. Keyin qolgan ma'lumotini beraman. Yer ichida qanday ishlayapti, qanday agat olayotgan jarayonini bitta ko'ramiz, keyin qolgan ma'lumotini beraman. Qani, ketdik. Instagramga qo'yamiz-da kunda. Yopishmagan bo'lsa oladi. Ha? Yopishmagan bo'lsa oladi. Go'ng yopishmagan bo'lsa Yo'q, molkini ololmaydi men deyman shunga. Kattada ovoz videosini qo'yib beraman. Mana akalar, ishlashlarini ko'rdinglar. Ishlashiga, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Quruq haydalgan joylarga ham bemalol 50, 60, 70 qilib agatlarni tortib foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari ekinlarning ichiga tushib, kultivatsiya, chizel agatlarni olish uchun ham juda ham yaxshi texnika. Xo'p, birinchi bo'lib ikkita zanjirligidan boshlaydigan bo'lsak, bu ikkita zanjirligi akalar motor qismi 7 ot kuchli 170 motor bilan jihozlangan motoblok hisoblanadi. Yurish qismi zavodnoy orqali yarimta tortganingizda zavodet olib, juda ham yaxshi sifatli ishlab beradi. Motor ishga tushganidan keyin cheres remen orqali korobkaga harakat beradi va oldi tomonga 1, 2 skorost, orqaga bittadan zatning xotlari bilan bu motoblok orqaga ham, oldiga ham yurib ishlab beradi. Asosan bu zanjirli motoblok puluk qilayotganda, agat olayotganda balonli motoblokka o'xshab buksavet olib qolmasin degan maqsadda zanjirli qilib ishlangan bo'ladi. Xo'p, buni yana bitta qulay tomoni, xohlagan paytingizda rolni o'ng tomonga, xohlagan paytingizda chap tomonda xuddi shu holatda burib o'tkazib olsangiz ham bo'ladi. Buni qulay tomoni, shoxlarni tagiga kirib ishlayotganda sizni o'zingizga xalaqit qilmaydi akalar. Xo'p, bunimiz agregati bitta puluk oladigan, bitta agat oladigan, mayda-chuda kulch, tormoz, dokument hamma yo'q ichida bo'ladi. Narx-navosiga o'tadigan bo'lsa akalar, narxi $600 dan boshlab turib $900 gacha har xili bor aynan bu modelimizni. Uni
ko'pchilik so'raydi, gusenitsalari hozir turgan holati 50 razmerda turibdi. Xohlasangiz 70, 80, 90 qilib, xolagan razmeringizga kengaytirib ham, toraytirib ham ishlatsangiz bo'ladigan model hisoblanadi. Xo'p, undan keyingi gusenitsalarimiz bir dona agattichiga tushib, kultivatsiya qilish uchun mo'ljallangan gusenitsa hisoblanadi. Aynan bu modeli 7-6 kuchli, motori 170 motorligi bo'ladi. Buni yurish qismi zavodnoy orqali yarimta tortganingizda zavodit olib, juda ham yaxshi sifatli ishlab beradi. Bu ham motor ishga tushgandan keyin через remen orqali korobkaga harakat berib, harakati oldiga ikkita, orqaga bitta skoros bilan ishlaydi. Orqa tomoniga aytganimdek, plugini, chizilini, agat oladiganini, selkasini qo'yib, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ko'pchilikda savol tug'iladi, aynan gusenitsa olayotganda qatiga e'tibor berish kerak degan akalarimiz. Gusenitsa olayotganda birinchi o'rinda gusenitsalarini seplariga, ikkinchi o'rinda katta ahamiyat beradigan joyi sepi pechatli bo'lgani bilan devorligi bo'lishi kerak. Mana shu holatda akalar, devorsiz holati mana bunaqa bo'ladi. E'tibor berasizlar. Sepi pechatlik, lekin mana bu yog'i silliq, devorsiz bo'ladi. Mana shu sep arzon sep bo'ladi. Shuni hisobiga ko'p gusenitsalar sepi devorsiz bo'lgani hisobiga sinib ketyapti. Gusenitsa olyapsizmi? Birinchi o'rinda pechatiga ahamiyat bering, ikkinchi o'rinda mana bunaqa devorli variantidan olsangiz, listi qalin bo'lganini hisobiga ancha-munchaga sinmaydi. Undan tashqari korobkasini ham kattarog'ini 550, 650 talik usulinli katta korobkaligini olsangiz, gusenitsa apparati sizga uzoq umr hamda yaxshi xizmat qilib beradi. Bizda xohlasangiz 9, xohlasangiz salarka, xohlasangiz 7-6 kuchli benzin hammasidan bor. Narx-navosi $400 boshlab $850-900 mavjud. Xohlaganlar uchun agregatini ham hammasini qo'shib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar agregatini olib tashlab turib, bitta o'zini arzonroq narxga ham sotib olsanglar bo'ladi. Agregatlari, selkalari, pluglari, agati, molasi, chizillarigacha mavjud. Chizillarini ham 3-4 xil turi bor. Oddiy misol, mana shu chizil o'zimiz O'zbekistonda yasayotgan chizil. Bu bo'ladigan bo'lsa Xitoydan kelgan chizil. Xitoydan kelgan chizil bu tomonlari yupqaroq, hamda biz O'zbekiston sharoitida buni bo'yi pastlik qilyapti. Bo'yi pastligini hisobiga mana shu joyga turpoq, o'tlar tez tiqilib qolyapti. Biz bunga yechim qilib, chizilni bo'yini mana shu holatda baland qilib yasadik. Taydan turpoq kesak-mesaklar bemalol tiqilmasdan o'tib ketish uchun hamdan botda yechib, ichkari tashqari ikkala tomon legirovka bo'ladi, hamda pastga, tevaga ham legirovka bo'ladigan chizillarni qilganmiz. Maqsad, xohlasangiz kelib yaxshi chizili bilan, xohlasangiz zavodskiy arzonroq chizili bilan agregatlarni ham xuddi shu holatda terib olsangiz bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim, aloqaga chiqsanglar, to'liq ma'lumotini berib o'taman. Xo'p, videoni boshida tekinga mana shunaqa 5-6 kuchli motoblok berib yoramiz dedik. Boshqa joylarda 2 milliondan 3 milliongacha sotilyapti. Bu motoblokni ishlatmagan taqdiringizda ham bizdan tekinga olib turib, bir joyga olib borib 1,5-2 millionga sotgan taqdiringizda ham sizni qo'lingizga 1,5-2 million pul yo'q joydan kelgan bo'ladi. Buni sharti juda ham oddiy. Bizning videoga hoziroq bir dona like bosib, kommentga kirib omad deb yozib qo'ying va bizning do'konimizga kelib 2026-yil 20-iyungacha kelib bizning do'konimizdan xohlagan turdagi mana shu yerda gusenitsadan bittasini xarid qilasiz o'zingiz uchun va bizdan gusenitsa sotib olganingiz uchun, aynan gusenitsa uchun, motoblok uchun emas, e'tibor berasizlar. Aynan gusenitsa sotib oladigan bo'lsangiz, do'konimizga kelib shu to'g'rida turgan omadli barabandni aylantirasiz. Bu omadli baraband ichida hozir sizga ko'chada ko'rsatib o'tgan 5-6 kuchli motoblogim, undan tashqari chizil, selka, plug, undan tashqari dori apparatlar, shunga o'xshagan 100 xildan oshiq instrument shu barabandga qo'yilgan. Bizni do'konga kelasiz, bitta gusenitsa sotib olasiz va kirib shu barabandni aylantirsangiz, barabanda 5-6 kuchli motoblok tushsa, gusenitsani 4 millionga olasizmi, 5 millionga olasizmi? Qizig'i yo'q, bitta 2 milliondan 3 millionga sotilayotgan motoblokchani tekinga qo'shib beramiz. Agar boshqa instrument tushsa, masalan, oddiy misol, svarka apparat tushib qolsa barabanda, svarka apparatni pul olmasdan qo'shib beramiz. Oddiy misol, motopila tushsa, motopilani ham pul olmasdan qo'shib beramiz. Sizdan bizga yordam, shu videomizni ko'proq odam ko'rish uchun shu videoga bitta like bosib qo'yasiz xolos va kommentga kirib omad yozganingiz uchun. Motobloklarni boshqa turdan olaman deganlarga ham assortimenti ko'p. 7, 9, 13, 15, 17, 6 kuchli hamma motobloklarimizni 100% bor. Aytganim uchun tezlashinglar. 5-6 kuchli motobloklarimiz ham soni cheklangan. E'tiborlaringiz uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.